bir joyga janozaga taklif qilishdi, bordik. Birer soat oldinroq kelavering, domlajicha muammo bor deyishdi. Borsak, 4 sotikli uy, o'rtasidan 2 sotikdan devor urilgan. Bu xonadonda aka o'lib yotibdi. Bu xonadonda uka akfadan derazalarni qilib, yig'i ham kirmasdihon qilib, konditsionerlarni yoqib, televizorni kattasini qo'yib, ovozini baland qilib yotibdilar yonboshlab. Bitta ota-onadan dunyoga kelgan aka u hovlida o'lib yotibdi. Janozaga 1 soat qolgan. Xudoni zorini qildik. Hozir shu akangizni, otangizni surati ko'rinib qolgan. Boring, otangizni ko'rgiz keladimi? Otangiz sizni yoshligingizda o'lib ketgan bo'lsa, akangizni ko'rsangiz, otangizni ko'rgandek bo'lasiz. Boring, sen yo'q dedi. Biz shu uy talash bilan janjallashib, bir-birimizga la'nat aytganmiz. Qasam ichganman, ko'rmayman.